Qadrdonlar, aziz do'stlar, bardak cho'yni yaxshi ko'ramiz. Biz Termizda bardak cho'y olib keltiramiz. Keyin bilasizlar, achchiq bo'ladi, unga shakar solmasa bo'lmaydi. Lekin har doim mana shakar solay turganimda o'ylanib qolaman-da. Agar men mana shu bu tomondan ochib bunday quysam, balkim shunday qilish kerak, oson bo'ladi. Lekin mana shu shakar paketchani, shakar qog'oz idishchani tarixi bor ekanda, shuni eshitib qolib ko'p o'ylanyapman. Xullas, buni ixtiro qilgan odam kirib, o'sha kafega kirib kuzatgan ekan, shakarni qanday solishyapti deb. Odamlar ko'pchiligi shu tomondan yirtib, bir tomondan yirtib solar ekan. Shunda u odam g'azablanganidan o'zini o'zi osib nobud qilib qo'ygan ekan. Bu mana bu bekorga bu ikki xil qilib qo'yilmagan ekan. Bu o'rtasida men odamlarga oson bo'lsin deb shunaqa nima qilganim, bunday qilib solish kerak edi deb siqilib o'zini nobud qilib qo'ygan ekan. Qarang. Shuning uchun bizi she'rlarni ham bir qatorini olib qo'shib qilishib, mavzularda o'g'irlashib, biz siqilmay kim siqilsin?